Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari hamda agrotexnikalar do'koniga tashrif buyuramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, do'konimiz hali yangi, pirlavkalar ham endi tayyor bo'lyapti akalar. Do'konimizdagi drabilkalarimiz, kasilkalarimiz, zavodskoy beton mishelkalarimiz hamda steshka sillalashga mo'ljallangan vertolyot apparatlarimiz hamda rohli apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz akalar. Bu tarafda ko'rishlaringiz mumkin, granula chiqarib berishga mo'ljallangan 220 ga ishlaydigan apparatlarimizdan ham mavjud bo'ladi. Asfalt kesadigan dizelli hamda benzinli variantlaridan har xil turdagi stanok uskunalarimizni video obzorini qo'yib boramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar akalar. Xo'p, drabilkalarimizdan boshlaydigan bo'lsak, drabilkalarimiz mana bu kichkintoy drabilkamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu drabilkamiz yordamida soatiga 800 kilogramm makkalarni sirtib foydalansalaring bo'laveradi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Kanalimiz obunachilari uchun narx-navolari $150 chiqadi. Eslatib o'tamiz, kanalga podpiska bosib, shu videoga like tugmachasini qizartirib qo'yadigan obunachilarimiz uchun dastavkalar mutlaqo tekin hollarda hamda narx-navolaridan o'tib beriladi akalar. Bu narx-navolar kanalimiz obunachilari uchun bo'ladi. 2 million so'mga samodelka qo'lda yasalgan mishalga nimamiz, drabilkamiz ko'rishlaringiz mumkin. Bir taraflama variantda bo'ladi. Xohlasalaring zavodskoy ikki taraflamali drabilkamizdan ham yetib kelgan, o'zini avtomatlar bilan jihozlashtirilgan, motor quvvatlari 505 kW motor quvvatlari bilan jihozlashtirilgan 2800 oborotga ishlaydi. Xo'p, 160 volt tokkacha bemalol ishlab beraveradi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham sifatlari zo'r bo'ladi. 2 million 800 ming so'mga kanalimiz obunachilari uchun baraka qilishga tayyormiz akalar. Xo'p, mana bunaqa lentasiz variantdagi drabilka so'ragan akalarimiz uchun slyoz qilish uchun asosan foydalanishadi. Bularni qo'l o'tlar uchun foydalansa bo'lmaydi, chunki yaxshi chiqarilmaydi. Bularni qo'l quruq bemalol qo'yib foydalanaverasizlar. Pichoqlari 6 talik pichoqlardan original pechatli variantda, narx-navolari $200 dan chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Universalni alligator drabilkamiz ko'rishlaringiz mumkin. Ham lentali, ham vakuumli variantda bo'ladi. Bu drabilkamiz yordamida qo'l quruq poyalarimizni, o'tlarimizni bemalol maydalab foydalansalaring bo'laveradi. O'zini komplektida 3 xil setkalari mavjud bo'ladi. Lentali o'zi tortib olib kirib ketadi. Pichoqlari ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi qavatida o'tlaringni ezib beradi, ikkinchi qavatida qirqib beradi, uchinchi yaguar qavatida keladigan bo'lsak, maydalab slyoz holatiga olib kelib beradi. Pichoqlari o'sha aytib o'tganimizdek original Xitoy zavodskoy pichoqlari bilan jihozlashtirilgan. Bu tarafdan akalar makka, don, bug'doy mahsulotlarini tashlaydigan bo'lsalaring, bu tarafda un ko'rinishida olib kelib beradi. Aytib o'tganimizdek, juda ham universal. Narx-navolari akalar $600 chiqadi. 3 xil palajeniyada skorsda ishlaydi. Motor quvvatlari 4 kW motor quvvatlari bilan jihozlashtirilgan. O'tiradigan apparat so'ragan akalarimiz uchun 700 ming so'm evaziga tokli variantidan yetib kelgan. Jilkalari ham juda ham original bo'ladi. Narx-navolari juda ham qulay narxlarda chiqqan akalar. Xo'p, o'tiradigan apparatlarimizga keladigan bo'lsak, mana benzinli variantlari O'zbekistondagi, Xitoydagi, zavodskoy har xil variantlardan mavjud. Narxlariga keladigan bo'lsak, 500 ming so'mdan 900 ming so'mgacha bemalol o'tiradigan selka apparat, kasilka apparatlarimizni xarid qilaverasizlar. Gazona kasilka so'ragan akalarimiz uchun 2 xil variantidan yetib kelgan. Kichkinasi skorsiz variantda bo'ladi, kattasi 5 xil skorsga ega bo'ladi. Bemalol past baland qilib foydalansalaring bo'laveradi akalar. Kimga shunaqa gazona kasilkalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bularga ham skidkalarimiz davom etmoqda. Tok chiqarish uchun xohlasalaring generator bor akalar. Generatorni o'zi 30 kilovatli variantida atmosferalar 100% mis bo'ladi. Tokni o'ynatmasdan bir xilda chiqarib beradi. O'zini voltmetrlari ko'rishlaringiz mumkin, nech volt tok chiqarib turganini ko'rsatib turadi akalar. 30 kilovatli varianti $650, 20 kilovatli varianti nalichida bor. Uning narxi $550 chiqadi. Ko'rib turgan garantiya talonlaringga 6 oydan 1 yilgacha garantiyalarini yozib beramiz akalar. O'sha aytib o'tganimizdek tok chiqarish uchun akalar 3 kilovatdan tortib
10 kilovatgacha tok beradigan dvijoklarimizdan keng assortimenti yetib kelgan. 5 shumli, ovozi yo'q hamda ovozli variantda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Zavodskiy biton mishelka. Xo'p, ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, ma'lumotlari 200 litrli variantda 850 watt 2800 оборотga ishlaydi. O'zini o'chirib yo'qlaydigan kulchatorlari. Ko'pchilik zavodskiy biton mishelkalarda akalar shesternalarini xo'p, alyumin shesternadan yoki plastmassa shesternadan qilib sotyapti. Shesternalari 100% tugun bo'ladi, motorlari 100% mis. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 200 litrli varianti xonadon uchun arendaga bergani juda ham effekti yaxshi. Xohlasalaring upakovka, xohlasalaring xuddi shunaqa ko'rinishda. Dastavkalari ichida kanalimiz obunachilar uchun faqatgina 2.700.000 so'mga qilib beraveramiz. Bu tarafda ro'xlilarimiz bor akalar. Ro'xlilarimiz 2 tonnali hamda 3 tonnali variantidan. Xo'p, 2 tonnaliga $200 evaziga kanalimiz obunachilari uchun faqatgina bu ham mana ko'tarib turibdi, ko'rishlari mumkin akalar. Ko'taryapti, xudo xolasa. Ro'xlilarimiz ham ishlayapti. Do'koni bor akalarimiz uchun, katta qurilishga ishlataman degan akalarimiz uchun keng assortimentda mavjud bo'ladi. 3 tonnalisining narxi $230 dan kelaverasizlar. Vertolyot aparatimizga keladigan bo'lsak, vertolyot aparatimizda stashga silliqlashga mo'ljallangan vertolyot aparatimiz. Oldin ko'rmagan akalarimiz uchun 60 lik, 80 lik, 1 metrlik variantidan motorlari Honda motor, Rubin motordan jihozlashtirilgan. Narx-navolari akalar aytib o'tamiz. $200 dan boshlanadi, $450 gacha mavjud. Nimaga sizlarda bir xil narsa arzon, bir xil narsa qimmat degan akalarimiz uchun telefon orqali to'liq ma'lumotlari aytib o'tiladi. Nimagaki bularda ham tur ko'p akalar. Xohlasalaring arzoncha modelidan, xohlasalaring yaxshi sifatli modelidan qilib beraveramiz. Bu klientning xohishiga qarab mana bu $200 oladigan bo'lsalaring akalar 3-4 yilda yana almashtirasizlar. Mana bu yaxshilaridan oladigan bo'lsalaring akalar 10-15 yil bemalol xizmatlaringni qilib beraveradi. $200 dan 3-4 marta olgandan $450 ga bir marta 5-10 yil maza qilib ishlatganlar yaxshi. Garantiyalari aytib o'tamiz. 1 yildan garantiya pechatlarini yozib beramiz. Granula chiqaraman degan akalarimiz uchun 220 volt tokka ishlaydigan granula apparatimiz yetib kelgan. Do'konimizga keladigan bo'lsalaring, xuddi shunaqa u holatida olib kelib qo'yganmiz. Shunday solamiz, bitta granulani chiqaramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol olib ketaverasizlar. Soatiga akalar 150 tonna 150 kilogramm granula chiqarib berishga mo'ljallangan. Motor quvvatlari 4,5 kilovat motorlari bilan jihozlashtirilgan. Garantiyalari 1 yilga beriladi. Narx-navolari $600 dan. O'zini avtomatlari bilan jihozlashtirilgan, o'chirib yoqadigan. Toklarini ko'rsatib turadi. Ikki yonida kattagina kondensatorlari mavjud. Motorni sovutish xususiyatiga ega bo'ladi. Asfalt kesadigan apparatimizdan ham yetib kelgan mana. Xo'p, dizelli variantidan xohlaganlar uchun motor baquvvat bo'lsin degan akalarimiz uchun xohlasalaring benzinli variantidan ikkalasi ham starterli bo'ladi. Mana kalitga zavod bo'ladi akalar, bemalol kalitga zavod qilib foydalansalaring bo'laveradi. Ko'p joyda akkumulyatorni qo'shib bermaydi. Biz akkumulyatorlari bilan komplekt holatda sotamiz. Bularni ham do'konimizga keladigan bo'lsalaring, bitta ishlatib tekshirib beraveramiz. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, benzinli varianti akalar, xo'p, $400 dan, dizelli varianti $450 dan sotilyapti. Kanalimiz obunachilari uchun skidkadamiz albatta. Akalar, Vibro rekamizga keladigan bo'lsak, rekalarining uzunligi 3 metrli hamda 4 metrli variantlaridan mavjud. Reduktorlariga ahamiyatlaringni qaratasizlar. Reduktorlari ham juda ham katta qilib ishlab chiqarilgan. Xo'p, benzinini alohida, xo'p, motorga yog'ini alohida quyib ishlatiladigan variantidan ko'pchilik motori kichkina bo'lganligi uchun 1 litrga 50 gramm avtolalashtirib foydalanadi. Bunda benzin alohida, yog' quyadigan joyi alohida variantidan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Gaz legirovkalarini bemalol o'zlaringga moslab, vibratsiyalarini o'zlaringga to'g'rilab bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Sverlo stanok so'ragan akalarimiz uchun Sverlo stanoklarimizdan ham yetib kelgan. Sverlo teshishga mo'ljallangan stanoklalarimiz ko'rishlaring mumkin. Motor quvvatlari 1 kilovatli motorlar bilan jihozlashtirilgan bo'ladi.
Narx navolari 150 dollardan. Devor shkulka apparatimiz LED chiroqli variantda, pilisosli variantda bo'ladi akalar. Changitmasdan shkulka qilib berishga mo'ljallangan. Narx navolari kanalimiz obunachilari uchun 900 ming so'mdan sotilyapti. Ebimax brendiga tegishli mana beton teshiydigan apparatimizdan yetib kelgan akalar. Ebimax brendidan ma'lumotlarini o'qib olishlari mumkin. 4000 vatli motorlar bilan jihozlashtirilgan, 280 likgacha bo'lgan. Turbalariga teshik ochib berishga mo'ljallangan. O'zini komplektida ankerlari mavjud bo'ladi. Kimga narx navolar qiziq bo'ladigan bo'lsak, suvli varianti 300 dollar evaziga 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Bitta xo'jalikni, bitta oilani bemalol ro'zg'orini tebratib berishga mo'ljallangan akalar. Bitta teshigini 150 mingdan 300 minggacha teshib berishyapti. Razmerlari, chuqurliklariga qarab kelishib, bemalol teshib foydalansalaring bo'laveradi. Pultapar apparatimiz deb hisoblanadi akalar bular. Trammovka apparatlarimiz 170 motorlar bilan hamda 6,5 ot kuchiga ega motorlar bilan jihozlashtirilgan 2 xil variantidan yetib kelgan. Bitta sakraganda bunisi akalar 2 tonna trammovka qiladi, bunisi bitta sakraganda 1,5 tonna trammovka qiladi. Buni o'zini prujinalari mavjud bo'ladi. Sakraganda qo'llaringga og'irlik tushmaydi, ko'rishlaring mumkin. Buni prujinalari bo'lmaydi, jicha sakraganda qo'llaringga nagruzka tushib qoladi. O'shaning uchun buni narxi arzonroq chiqadi. Narxi 350 dollardan 450 dollardan akalar ko'rishlaring mumkin. Sifatlariga, narx-navolariga qarab bemalol do'konimizdan kelib xarid qilishlaring mumkin. Vibroplashatikalik trammovka apparat so'ragan akalarimiz uchun vibroplashatikali variantidan yetib kelgan C90 modeliga tegishli varianti bo'ladi. Tovon razmerlari 510 ga 490 bo'ladi akalar. 15 kilonewtonli variantda vibratsiya kuchi 1,5 tonna bo'ladi. 170 motorlar bilan jihozlashtirilgan akalar. Buni narx-navolari 300 dollardan, orqasida xuddi shunaqa g'ildiraklari mavjud. Xo'p, trammovka apparatimizda zasifkalarni tagiga asfaltlarimiz ustiga foydalansalaring bo'laveradi. Suvli variantidan. Xo'p, C120 modeliga tegishli vibroplashatikalik trammovka apparatimiz ma'lumotlari 20 kilonewtonli bo'ladi. 2 tonna vibratsiya kuchi mavjud bo'ladi akalar. Razmerlari 635 ga 480 razmerlari bilan tovoqlar bilan jihozlashtirilgan. Narx-navolari 500 dollar evaziga dastavkalari bilan qilib beramiz. Ikkalasini ham motori Honda motorlari bilan jihozlashtirilgan. 100% garantiyalari mavjud bo'ladi akalar. Xo'p, undan tashqari quruq betonlarimiz ustini shlipovka qilishga mo'ljallangan beton shlipovka apparatimizdan yetib kelgan. Motor quvvatlari 4 kilovatli bo'ladi. 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan beton, mozaika hamda pollarimizni shpaklo shkulka qilib berishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini xo'p, akalar pilisoslari komplekt o'zida jihozlashtirilgan, changitmasdan bir xilda bemalol shkulka qilib ketsalaring bo'laveradi. Narx-navolari 520 dollardan. Shpaklovka sepadigan apparat so'ragan akalarimiz uchun 700 dollar evaziga kanalimiz obunachilari uchun olib kelib qo'yganmiz. Kompressorlari akalar 9 litrli variantda 5 shumli, ovozlari juda ham past bo'ladi. Bemalol shpaklovkalaringni sepib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini tepasida xuddi shunaqa mikseri mavjud bo'ladi, aralashtirib turadi akalar. Komplektida pistoleti hamda shlankalari, nasatkalari komplekt holatda bo'ladi. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Kanalga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan obunachilarimiz uchun o'sha aytib o'tganimizdek skidkalarini qilib beramiz. Dastavkalarimiz mutlaqo tekin hollarda barcha turdagi texnikalarimizni do'konimizdan xarid qilaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Qo'qon shahri Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan qurilish texnikalari hamda agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Hali bizni kuzatib boraverasizlar. Yangiliklarimiz ko'p bo'ladi akalar.